Mana bu narsa nima narsa? Bu yerda chizma qilib qo'yibsiz, qiziq bo'lsa agar. Xo'p, bu narsa ne oddiy qarashda haligi yozishda ham ja maktabda 5 ga o'qimaganmiz. Ko'rinishidan nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. Bu narsa mana biz hozir qaysidir Pavloniyaga qiziqqan odam birinchi qadamda turibdi. Mana odam. Bu yerda natija turibdi. Endi bu birinchi qadamda turgan odamda o'zini fikri bo'ladi. Ko'pchiligimizda arzon tutsin degan fikr bo'ladi. Plantatsiya qilaylik, ahmoq bo'lib qimmatga tayyorlamaylik. Bu yerda arzonroq yo'llari bor ekan, shundan foydalanaylik deyish mumkin. Endi mana shu turgida o'zida kimdadir narx 2 barobar qimmat, kimdadir narx 2 barobar arzon. Kimdir mahsulotini arzonga tayyorlashi mumkin. Kimgadir sal qimmatroq tushishi mumkin. Masalan, bizga sal qimmat tushadi. Sababi 50 dan ortiq xodimimiz bor, rasxodlarimiz bor. Hammasini hisobga olganda sal kimlardandir qimmat tushadi bizniki. Bizniki bilan qayertinikidir solishtirsa, uniki arzonroq tushishi mumkin. Hattoki teppa-teng undan oshiqroq arzon tushishi mumkin. Endi mana shu yerda hisobga olganda u odamning fikri to'g'ri arzonroq yo'lda tanlashiga. Arzonroq yo'lda tanlaydi-da, arzonroq ko'chatni olib qo'yayotgan odamlarni o'zimiz ko'rib turibmiz. Lekin bu yo'lda mashaqqati ancha qiyinroq. Nimaga deganingizda, birinchi bo'lib yer tanlashda maslahatlashmaydi. Masalan, qaysidir, hammasi ham emas, qaysidir Pavloniya sotuvchisi Pavloniya sotsa bo'ldi. Masalan, nechta pulga kelishadi. Keyingi bo'ladigan jarayonlarni Tushuntirmaydi. Masalan, u Pavloniya sotiladi xolos. Nechta pul Pavloniyas? Ha, Monchaga berasizmi? Ha, bo'ldi, mana. Nechta kerak? 1000 ta yo 2000 ta yo 10 ming ta. Ha, bo'ldi, berib yuboriladi. U olib borib o'zi aql yuritadi. Masalan, olgan odamda bu yerda yer tanlash, yeri qanaqa u odam Pavloniya eksa bo'ladimi, bo'lmaydimi? U to'g'risida ma'lumot yo'q. U odam o'zi ekadigan odam bilmasligi uchun Pavloniyaga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Bizda yerda so'raladi. Qanaqa yeringiz Pavloniyaga mos keladimi, kelmaydimi? Mos kelmaydigan bo'lsa ektirilmaydi. Ekkaningiz bilan shuncha rasxodlarni qilasiz, ziyon qilasiz. Shuning uchun ekmaganingiz yaxshi deyiladi. Undan keyin nihol. Niholda masalan bir qishdan keyin qurib qoladigan nihollar bor, Pavloniyalar bor. Bular masalan yoz bo'yi bahorda ekkanda kuzgacha zo'r o'sadi, undan keyin bahorga kelganda qurib qoladi. Chunki ular Xitoyda issiq o'lkalarda o'sadigan Pavloniyalar sovuq o'lkaga moslasha olmaydi. Har yili qurib qolaveradi, taydan kelsa yana chiqaveradi, yana qurib qolaveradi, shunaqa navlari bor. Shunaqasini olib ekib qo'yish ehtimoli bor. Keyingisi suv qo'yish jarayoni. Hattoki suv qo'yishda ham oddiy ekinlarga qo'yilayotganda qo'yilmaydi. Buni o'ziga yarasha yo'nalishlari bor. Bularda bilmagan odam suvni ko'p qo'yib yuborsa, tomiri chirib o'lib qoladi. Suvni kam qo'ysa, sekin o'sadi. Shuni hisobiga ziyon qiladi. Bizda bo'lsa, qanaqa qilib suv qo'yilayotgani, qanchada suv qo'yilayotgani haqida xabardor bo'lib turiladi, to'g'ri yo'nalishda unga beriladi. Agar ko'p qo'yayotgan bo'lsa, kamaytiring deyiladi, kam qo'yayotgan bo'lsa, ko'paytiring deyiladi. Shuni nazorat qilinadi. Undan keyingisi, masalan, dorilar. Dori beriladigan bo'lsa, Pavloniyaga qurt tushdi deylik, unga dori sepiladi. Bilmaydigan odam nima qiladi? Shuni betaptekiga boradi. Mana bunaqa qurt tushdi, Pavloniyalarni qurt yeyapti. Qanaqa dori sepsa bo'ladi deydi. Bitta Nurel degan dori bor, ko'pchilik biladi. Nurel Pavloniyaga ham ta'sir qiladi. Qurtga ham ta'sir qiladi, Pavloniyaga ham ta'sir qiladi. O'sichini bitta stressga tushiradi. Nima qaysini tavsiya qiladi betaptekachi? Nurelni tavsiya qilishi mumkin. Uni olib borib sepgandan keyin o'sha Pavloniya ham sekinlab qoladi. Bu qurtni o'ldirmasligi ham mumkin. Biz Nurelni sepib bir foyda qilmaganmiz. Boshqa o'zining dorisi bor, o'shani sepilsa, qurtga точно ta'sir qiladi, qurtni o'ldiradi, lekin Pavloniyaga umuman ta'sir qilmaydi. Pavloniya o'sha o'sish tempida o'sib ketaveradi. Buni haligi bu yo'nalishdan ketgan odam bilmasligi mumkin. Bizdan olgan odamga обязательно uni tushuntiriladi. Qaysi dorini olish kerakligi haqida. Kapelnitsani обязательно o'rnatish kerak. Kapelnitsani ham oddiy mana shoptola, o'ri, shunaqa bog'larga qo'yilayotgan kapelnitsa Pavloniyaga umuman bo'lmaydi. Boshqa o'zini yo'nalishi bor u kapelnitsani. O'sha kapelnitsani to'g'ri qo'yilsagina Pavloniyaga zo'r effekt beradi, zo'r o'sadi. Buni noto'g'ri qilinadigan bo'lsa, anchagina pulga tushiladi. Kapelnitsa o'rnatish oson emas-ku.
Undan keyin mana uje mana bu ishlarni qilib oxiri kuzga borib qoladi odam. Orqaga qarasa, plantatsiyasiga borsa, ko'ngli orqaga tortadi, asabiylashadi, diqqat bo'ladi. Uje vaqtdan yutkizyapti odam. Ham asab ketyapti. Ham Pavloniyaga bo'lgan qiziqish o'lyapti. Endi mashincha narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi, har bittasiga pul ketadi. Har bitta jarayonga odam ishlatiladi bu yerda. Har bitta jarayonga pul ketadi. Bu endi shuncha mablag'ni yo tashab Pavloniya biznesini yo'qotish kerak yoki to'g'ri natija erishayotgan odamlarni ko'rib turib, ha, shu odamlar shunga erishyapti-ku, men ham erishishim kerak, shu yo'ldan qaytmayman orqaga, gazini bosaman deydiganlar 10% bo'ladi. 90% odam mana bu yerga kelgandan keyin bo'ldi deydi, chekinadi. Chunki o'sha plantatsiyaga ajratilgan pul tugaydi. Masalan, qanchadir summa ajratadi-ku, mana shu plantatsiyani qilaman. U summa tugaydi. Undan keyin motivatsiyasi tugaydi, qiziqish o'ladi. Undan keyin ishonch yo'qoladi Pavloniyaga bo'lgan. Shuning uchun 90% odam uje tistariladi. 10% odam mana bu natijani ko'rib turib, mana odamlar qilyapti, men ham qilaman, qaytmayman bu ishdan degan odam qaytadi va bu 10% odamga mana yerdagi teppa-teng qilayotgan farq 3 barobar, общий summada 3 barobar ko'p qimmat tushishi mumkin. Sababi mana shuncha pul sarf qildi, endi boshqalardan yana sarf qiladi. Ko'chat oladi, u qiladi, bu qiladi. Ham 1 yilga vaqtdan yutkazadi. Mana natijaga kelish uchun. Bu natijani qayerdan olinadi? Shu natijaga to'chni erishgan odamlar bilan ishlansa, qanaqa qilib erishdi, nima qildi, o'shani o'rgatadigan odamlar bilan bo'lsa, o'sha natijaga erisha oladi inshaalloh. Endi qarang. Xo'p, mana bundan qaytda o'sha 10% odam. Endi bu 1 yilga vaqtni ham yutkazyapti. Mana bundan yurgan odam o'sha 1 yilga vaqtdan yutyapti. 10 gektarni misol qiladigan bo'lsak, 1 gektardan o'rtacha 150 ming dollar daromad qilinadigan bo'lsa, buni 10 ga ko'paytirsak 1,5 million dollar bo'ladi, 1,5 million dollar. Endi mana bu yerda plantatsiyani sotganda, mana bu yo'ldan yurgan odam, menga qaytib kelgan odam 6 yilda sotadi. Mana bu odam esa 1 yil oldin 5 yilda sotishi mumkin. Endi 1,5 million dollarni bu odam 1 yil oldin qo'lga kiritdi. Mana bu odam keyingi yilga qo'lga kiritadi. Endi bu 1,5 million dollarda оборот qiladigan bo'lsangiz qancha foyda qilasiz? Tayyor 1,5 million dollar. Endi bu odam uje 1 yildan keyin оборот qilishi mumkin bo'ladi. Qarang, mana bu yerda arzimagan ozgina puldan qizg'anib turib, mana bu yerdagi оборот qilishdan keladigan foyda, mana bu yerda noto'g'ri qilingan harakatlarda evaziga qilingan ziyonlar hammasini mana shu bitta qadam yo to'g'rilab olishi mumkin, yo noto'g'ri yo'ldan yurishi mumkin. O'shuning uchun har bitta qadamni to'g'ri bajarish kerak. Mana masalan, meni telefonimga tushish uchun 8 ta raqam teriladi, 7 ta raqam nechta teriladi? 7 ta. 7 ta raqam teriladigan bo'lsa, 7 tovini to'g'ri terilsa, keyin menga tushadi, to'g'rimi? Oxirida bittasini noto'g'ri tersa ham menga tusha olmaydi. Boshida bitta nomerni noto'g'ri tersa ham menga tusha olmaydi. Bu etaplarda ham har bitta etapni to'g'ri bajarib borish kerak, har bittasini. Agar birontasini noto'g'ri bajaradigan bo'lsa, mana u natijaga kech qolib yetib borishi mumkin yoki zararga kirishi mumkin. O'shuning uchun har bitta yo'nalishlarda har bitta sabablarini to'g'ri qilib boraveramiz. Natijasi Allohdan kutamiz. Masalan, noto'g'ri sabablarini qilib turib, Allohdan kutish ham noto'g'ri. Oldin to'g'ri sabablarini qilaylik, keyin Allohdan so'rab natijasini kutaylik. Mana bu yerda o'zi har bitta sabablarda to'g'ri qilinayotgani bilinib boradi. Masalan, to'g'ri ekiladigan bo'lsa, pateriya bo'lmaydi. Uje maza qiladi odam. To'g'ri suv qo'yiladigan bo'lsa, rivojlanish zo'r bo'ladi. Har borganda o'sganini ko'rib maza qiladi odam. Uje sekin-sekin mana shunaqa etap-etap har bitta qilayotgan ishi natija beraveradi. Odam maza qilib, mana bu yerga maza qilib yetib boradi. Mana bu yo'ldan yurgan odam har bitta noto'g'ri qilingan uchun asabiylashadi odam. Diqqat bo'ladi. O'shuning uchun sabablarini to'g'ri qilishni hammalaringizga tavsiya qilaman. Mana ko'rdilaring do'stlar, ya'ni
tajribasi bor odamdan maslahat olsang bo'ladi deb aytishyapti-da. To'g'ri, har bitta ishda ilmi bor-da. O'sha ilmini biladigan odamlardan mana bu ishda 100% ilmini zo'r bilaman deya olmayman, mana xato qilishim mumkin. Lekin ancha-muncha natijalarga erishdik, alhamdulillah. O'shani o'rgatib boramiz. Mana YouTube kanalimizga o'tib ko'ringlar. YouTube kanalimizda juda ko'p ma'lumotlarni berib o'tganmiz. O'zimizning tajribalarimizni berib o'tganmiz, qanaqa natijalarimizni ko'rsatib o'tganmiz. Kanalimizga o'tsalaringiz juda ko'p ma'lumotlar bor. Hattoki o'sha kanalimizdan o'rganib ham qanaqadir xatolarni qilmasliklaringiz mumkin. Mana shu yerga kanalimizning ssilkasini qoldirib o'tamiz, opsiyasiga ham qoldirib o'tamiz. Ko'rib o'tib, qanaqadir tajribalardan foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. Tushunarli. Ana endi aziz do'stlar, videomizni ko'rishda davom eting, chunki eng asosiy joyiga keldik. Sababi noto'g'ri yo'nalishda qilingan plantatsiya bor. 3 yillik plantatsiya va to'g'ri yo'nalishda qilinayotgan ikkita plantatsiyamiz bor. Uni borib ko'ramiz.